Nima bo'ldi? Ustamisizlar? Nima xizmatiga nima qilish kerak? Xo'p. Bizni uyda masalancha joy bor edi bolalar. 150 kvadratli joy bor edi. Qayerdan qilib, aka-sen turib tashlayapti ustiga. O'shani kim bilan gaplashsangiz bo'ladi? Siz bilan gaplashaveramizmi aka? Mayli, Hasan bor. Shu tomon. Provertgan qilib, jemsh berilyapti, nimadir qilinyapti, yaltillatishyapti. O'shani holatga keltirish kerak. Necha kundan boshlanyapti endi? Provertlarimiz har xil. Devorimizga qarab. Devor tekis bo'lsa, ozroq bo'ladi. Agar qiyshiq bo'lsa, uni 90 ga chiqarib qilishimiz icha qimmatroq bo'ladi. Necha kundan boshlanadi? O'shanisini aytib o'tib 80 mingdan 150 minggacha aka. O'sha 80 ming emas, 30 mingdan qilaylik aka. Ob'yom katta, kichkina joy ham bas. 30 ming so'mdan kelishsak, borib qilib beringlar bo'lmasan. Yo'q, aka, bizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Yaxshini bir nimasini qiling aka, yaxshi bo'lardi. Ha, bo'ldi, hozir aka 1 minut. Hop. Keling aka. Albatta bormi, tayyormi? Mana, siz aytgan narsa, unday qilib chizib beramiz xolos aka. Bunaqa qilib yozmasdan, qilib beraylik deb tezdan bo'laveradi aka. Olamni, vahima qilmang aka. Qilib beraveradi.